Oppa, bunga e'tibor beramiz. Angel brendida mini kompressorimiz qaranglar. Buni yuvsanglar ham hech narsa qilmaydi mana. Ko'ryapsizlarmi? Suvga ham chidamli, kichkina holatiga 8 barli 6 litrli bo'ladi. Katta kompressorlarning ham kuchini qilib beradi. Bu bilan bemalol mana bunaqangi pistoletlar ulab ishlatsanglar ham bo'ladi. Bu pistoletlar Angel brendida bor. Bu bilan motorchilar ishlasa bo'ladi. Ichiga benzin solasizlar, motorlarni yuvishni ishlatsanglar bo'ladi. Воздушный pistoletlarni, ya'ni steplerlarni ham ishlatib bera oladi. Akkumulyatorli bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Solo variantidagi narxi 1 800 000 so'm. Bitta ochamizda ikkita akkumulyator tushadi. Agar Angel brendida akkumulyator oladigan bo'lsanglar, bitta akkumulyator o'zi bilan 350 xil instrument ishlatsanglar bo'ladi. Bu dunyo bo'yicha rekord. Boshqa brendlarda ham bor. Ularda 10 xil, 15 xil. Bunda 350 xil. Ko'tarib yurish uchun juda ham yengil, ixcham, vizitga chiqqanda ham zo'r. Bemalol mebel chokalar ham olsa bo'ladi, ximchka chokalar ham olsa bo'ladi. Xullas, kompressor qaysi sohada ishlatilsa, vizitga chiqqanda bemalol shu kompressorni olib ishlatsanglar bo'ladi. 36 volt, 8 barli, 6 litrli bo'ladi. Garantiyalarini qilib beramiz. Original Germaniyaning mahsuloti 6 litrli, narxi 1 800 000 so'm solo variantda. Kimga kerak bo'lsa, pastki nomerlarga murojaat qilasiz, ishlashiga gap yo'q. Ko'ringlar, kuchliligi qanaqaligini. Har xil buni nasatkalari ham bor, shlankalari ham bor do'konda sotuvda.